Koreys bolalar erkak emas yoki Koreyada bolalarni ham bo'yanishi tabiiy hol degan gaplar shunchaki safsata. To'g'ri, K-pop qo'shiqchilari yoki shaharning markazidagi ba'zi bir bolalar shunaqaroq bo'lishi mumkin, lekin bularni deb Koreyani oddiy jaydari yigitlarni ham shunaqa koreyslar bo'yanar ekan degan xayolga borib qolmasligimiz kerak, chunki bu yoqda oddiy bolalar ham bizga o'xshagan oddiy o'sha bo'yanishga tabiiy hol deb qarashmaydi, bular ham erkak haqiqiy mujik. Yana bitta narsa, bular bizdan farqli ravishda armiyaga 1 oy yoki 1 yil emas, 1,5 yil to'liq o'tab berish kerak har bitta yigit. Bu yoqda ham erkaklar mujik, erkaklarda bo'yanishiga tabiiy hol deb qarashmaydi bular ham. Bir o'sha K-popni deb yoki o'sha ba'zi bir bolalarni deb bunaqa xayolga borib qolmasligimiz kerak. Bunday olib qaraganda o'zimizda ham Toshkentda shunaqa bolalar ko'p. Bu yoqda ham xuddi shunaqa narsa. Seul markazida yoki shahar markazlarida shunaqa bola bor xolos, qolgan joydagi hamma yigitlar haqiqiy mujik. Xo'p, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Albatta fikrlaringni kommentariyaga yozib ketinglar va bitta like, kommentariy va podpiska bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa qiziq mavzulardagi videolar oldinda. Пока.